Bir oyda sun'iy intellekt obunalari uchun qancha xarajat ketadi? Hop, birinchi o'rinda bizga eng keraklilardan biri bu ChatGPT. ChatGPT oldin $20 edi, $4 va qo'shimcha to'lov soliqlari bilan $6 olishingiz mumkin. Keyingisi esa rasm generatsiya qiluvchi sun'iy intellekt. Buning uchun men sizga eng yaxshisi tavsiya qilaman, ya'ni bu Traffic sayti. Traffic saytining ichida juda ham ko'p rasm generatsiya qiluvchi modellari bor. Nano Banana deylik, Seedream deylik yoki ChatGPTning o'zi rasm tayyorlovchi modeli ham mavjud. Uni agarda cheksiz ishlataman desangiz $40 tarifi bor. Uni 2-3 kishi og'aynilaringiz bilan birga bo'lishib olsangiz ham bo'ladi. Agar ko'p ishlatmayman, kamroq ishlataman desangiz $15 tarif bor. Adashmasam $18 atrofida bo'ladi. Hop, keyingisi esa video generatsiya qiluvchi sun'iy intellekt. Bundan sizga Kling AI sun'iy intellektini tavsiya qilaman. Juda sifatli va tiniq videolar generatsiya qilsangiz bo'ladi. Internetda, Instagramda mashhur bo'lgan o'zbekcha gapirib chiqadigan videolarni esa Google Veo 3 sun'iy intellektidan tayyorlash mumkin. Uni $20 va $125 tariflari bor. Albatta bitta videoda barcha sun'iy intellektlarning narxi va ular haqida aytib bera olmayman. Shuning uchun uzoqlardan narx deb yozib qoldirsanglar, barcha sun'iy intellektlar haqida va ularni sizga mos bo'ladigan narxlari haqida ma'lumot yuboraman.